Xitoy hukumati islom dinini xitoychilashtirish haqidagi 5 yillik xizmat planini e'lon qilgan 2019-yili Xitoy hukumatining diniy sohaga mansub amaldorlari, jumladan Xitoy mamlakatlik islom jamiyatining raisi Yang Faming Xitoy hukumatining koni bo'lgan yer shari vaqti kelisining ziyoratini qabul qilgan hamda bu haqda so'z qilgan. U shu vaqtda islom dinini xitoychilashtirish deganlik hargizmi dinni yoki diniy dasturlarni o'zgartirishdan darak bermaydi. Aksicha islom dinini sotsialistik jamiyatga va sotsialistik qurilishga texmi yaxshi xizmat qildirish demakdir degan. 我们中国伊斯兰教协会本着独立自主、相对友好的原则，国际伊斯兰教 Bu Xitoy hukumatining islom diniga naqadar ko'ngil bo'ladiganligiga isbot tariqasida islom dinining muqaddas kalom bo'lgan Qur'on Karimning Uyg'urcha, Qozoqcha va Qirg'izcha tarjimalarining nashr qilinganligini misol qilib, davlatimiz hozir islom diniga doir barliq faoliyatlarni to'liq bilan qo'llayotdi degan. Bu bayonot 30-iyul kuni Urumchi shahrida ochilgan Xinjiangdagi islom dinini xitoychilashtirish xizmatini texmi yaxshi ishlash temisidagi yig'inda yana bir qatam o'tirg'a qo'yilib, Xinjiangda islom dinini sotsializm qurilishi uchun texmi yaxshi joriy qildirishda Qur'onning tarjimasini bu nishonga uyg'unlashtirish lozim deb ta'kidlandi. Shuning bilan birga Qur'onning yangi Uyg'urcha tarjimasining yaqin kelgusida o'tirg'a chiqishidan bishorat berildi. Uyg'ur tarixiga doir materiallarda ko'rsatilishicha, Uyg'urlar 10-asrda islom dinini qabul qilgandan tortib, oz deganda 20 necha qatam Qur'onni Uyg'ur yoki turkiy tilga tarjima qilib chiqqan. Shularning ichida eng mukammal xizmatlarning biri yetilgan diniy olim Muhammad Sadi ishlagan Uyg'urcha Qur'on tarjimasi bo'lib, 1980-yillarda tunji qatam nashr qilingandan tortib, Uyg'ur jamoatining suyib o'qishi va o'rtaq e'tirof qilishiga erishgan eng mukammal nusxa deb qaralib kelmoqda. Halbuki ana shunday yuksak mas'uliyatchanlikni talab qiladigan bu qadar yetuk xizmatni voyaga yetkazib o'rinlagan Muhammad Sadi Damolla 2018-yili 82 yoshida Uyg'ur diyoridagi lagerlarning birida qazo qilgandan keyin u tarjima qilgan Qur'on Uyg'ur jamoati orasida texnik zo'r darajada e'tiborlanishga muyassar bo'lgan. Darvaqa Uyg'ur diyorida diniy kayfiyatni susitish shamili o'ttirg'a chiqqan 2010-yillari garchi islom dinini xitoychilashtirish shuaratiga o'ttirg'a chiqmagan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining allaqachon Uyg'urlardagi islom e'tiqodini yo'qotishni muhim xizmat nishonlaridan qilib bekitib bo'lganligi oydinlashgan. Diniy tuyg'uni suslashtirish nomida shu vaqtda bir qator qonunsiz qilmishlarning va kiyim-kechaklarning tizimligi e'lon qilingan. Dal ana shu vaqtlarda Uyg'urlarning Qur'onni Uyg'urcha tilda o'qib tushunishida yetib oshquda ko'riklik rolni o'ynayotgan Uyg'urcha Qur'on tarjimasining o'rnini dastlashga yangidan tarjima qilingan Uyg'urcha Qur'on 1000 so'mlik bahoda o'ttirg'a chiqqan. Bu qatamliq tarjimaga qandaqdir bir sabablar tufaylidan Uyg'urlar orasida zo'r hurmatga erishgan diniy ustozlardan Muhammad Salih Damolla qatnashtirilmagan. Aksicha bu qatamqi tarjimaga ishlagan qo'shin ichida Yetga masjidining sobiq imomi Juma Tohir va xalq orasida Abdumit Shayton deb nomlangan Abdumit Damolla, qizillikning cho'qqisiga chiqqan deb qaraladigan Abduqodir Maqsum, shundaqla arabchadan hech qanday xabari yo'q bir qism mutaxassislar o'rin olgan. Garchi bu kishilarning Qur'oni Karimni tarjima qilishga kerakli salohiyati, jumladan diniy va ilmiy saviyasi, til bilimi, insoniy xislati va diyonati haqida ko'plagan shubhalar mavjud bo'lsa-mu, Xitoy Kompartiyasining zo'r kuch bilan qo'llashi orqasida bu tarjima Uyg'ur nashriyotchilik tarixida ko'rilib boqmagan hasham bilan besib taqtilgan. Halbuki bu yangi tarjima nusxa tarqalib uzun o'tmayla, uni ko'rib chiqqanlar bu tarjimadagi mantiqsizlik, sifatsizlik, Uyg'ur tiliga yot bo'lgan jumlalar, so'z ishlatishdagi hangvaqtlik va boshqa ko'plagan illatlarning qadamda bir uchraydiganligini. Aslida sifat jihatda ilgirki tarjimadan yaxshiroq chiqishi kerak bo'lgan bu nusxada so'z o'yintosh, bo'libmi so'z ma'nolarining suyuldirilishi va xunuklaştirilishi keng o'rin olganligini bayqagan. Yana ba'zida bo'lsa bu tarjima nusxining Uyg'urlarni islom dinining naq o'zini to'g'ri tushunib qolmasin degan niyatda qasdan ashundaq layoqatsiz kishilarni to'plab layoqatsiz tarjima qilinganligini olg'a surgan. Shu qatimqi yangi tarjima haqida so'z bo'lganda muhojiratdagi Uyg'ur diniy zotlaridan Turg'unjon Alavuddin bu tarjimadagi bu xil hodisalar haqida to'xtalib o'tdi. Xitoy hokimiyati 2012-yili bir guruh diniy sohadagilarni to'plab Qur'oni Karimni qaytadan tarjima qildirib chiqdi. Yani bu tercümede köp yerlerde özgürlükler bo'lgan. Yani Kur'an-ı Kerim'nin hakiki ruhini, hakiki cengivarlık ruhi tövenletilgen. Yani mesela Sure Fatiha'daki Allah cemi alemlerinin perverdigarıdır degenini pervişkarıdır deb qilgan. Pervişkar degen bir bağvanning bir bağdaki meyvelerge perviş kıldıgan yoki dehqonning ziraatlarga perviş kıldıgan şekildeki bir ifade. O pervişkar, perverdigar degenning ma'nosini ifodalamaydi. Onundan başka yana Qur'oni Kerimning kurashchanlikqa undaydigan
zulmga qarshi turish uchun can pidalı falan kurash qilish haqidagi tushgan oyatlarni yumuşak şekilde ifade ediyor. Xitoy hukumati ana shu tariqada islom dinini xitoychilashtirish harakatining bex asosi bo'lgan diniy kayfiyatni suslashtirish shamolida Qur'onning eng layoqatsiz uyg'urcha tarjimasini vujudga chiqargan bo'lsa, 30-iyulda Urumchi shahrida chaqirilgan Xinjiangda islom dinini xitoychilashtirish temasidagi maxsus yig'inda bir qism Xitoy olimlari Qur'onning tarjimasini qayta boshdan ishlash haqida muhim tavsiyalarini o'tirg'a qo'ygan. Shu qatorda Beijing universitetining arab tili professori Xue Qingguo nima uchun Qur'onni qaytadan tarjima qilish lozim degan temada maxsus leksiya bergan. Uning bayon qilishicha, zamon va jamiyat o'zgarib turganligi uchun Qur'ondagi diniy tushunchalar zamon bilan mos qadamda mangolmay qolgan. Yana kelib hozirgacha o'tirg'a chiqqan Qur'on tarjimalarida o'xshamagan masalalar mavjud bo'lib, ularda davr ro'yi aks etmagan. Shunga bu jihatga yetishsizlikni to'ldirish uchun Muhammad Majian qatorliq peshiva olimlar Xitoychaga tarjima qilingan tarjima nusxalarini qaytadan tuzitib tarjima qilish zarur bo'lgan. Xitoy hukumatining bu xildagi Qur'on tarjimasiga otlanishiga sabab bo'lgan omillar haqida so'z bo'lganda, professor Xolid Baydun buningda siyosiy maqsaddan boshqa niyatning yo'qligini alayda eskartdi. Yes, the objective driving the translation of the Quran into Mandarin is to revise and change it in ways. Agar biz Qur'onni Xitoychaga tarjima qilishga sabab bo'lgan obyektiv omillarga nazar soladigan bo'lsak, buningdagi o'zgartib tarjima qilish bilan Xitoy davlatining siyosiy manfaati o'ttirisida moslikni bayqaymiz. Shunga kesib aytaolamizki, Qur'onni tarjima qilishda ular uni so'zni so'z va obyektiv yo'sinda, ya'ni xolis maydonda turib tarjima qilishni emas, aksincha uningdagi ma'no tarjima qilishini ko'zlagan. Bunun bilan ular Qur'ondagi asli ruhni hukumatning manfaatiga moslashgan mavqeda tarjima qiladi. Bundaq ahvolda ularning qilmishini tarjima deyishkin bo'lmaydi. Balki Qur'onni davlat manfaatiga bo'ysundirishga urinish harakati deyish mumkin. Bu islom shariatiga butunlay xilof. Musulmonlar bu xil qilmishni bid'atlik deydi. Chunki bu mohiyatda o'zgartish yoki isloh qilish urinishidir. Biz navbatdagi reallikda buni hozirgi irqiy qirg'inchilikning yoki madaniyat qirg'inchiligining bir tarkibiy qismi deb tushunsak bo'laverdi. Chunki bir qavmni yo'qotishda har qachon zo'r ko'lamli odam o'ldirish harakatisizni shu xalqning madaniyat asosini vayron qilish orqali ularni yo'q qilib o'tkazib bo'ladi. Shunga bu qirg'inchilikning yana bir xil shaklida ifodasi. It's another sort of like tentacle or arm of genocide, of cultural genocide, the way you eliminate a people. Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilikda Uyg'urlarning Muhammad Salihga o'xshash diniy soatdagi haqiqiy o'limolari asosiyatdan ko'zdan yo'qotilgan. Ularning o'rnini Abduqodir To'mirniyozdek Uyg'ur ishkanligimi shubhiylik bo'lgan diniy zotlar egallayotgan ahvolda Xitoycha Qur'onning tarjimasini ishlash tavsiyalarini o'tirg'a chiqarayotgan Xitoy Kompartiyasining Qur'onning texmo yangi Uyg'urcha tarjima nusxasini ishlashga buyruq tushirishi navbatda ehtimoldan yiroqqa emas deb qaralmoqda. Ammo Xitoy hukumatining islom dinini xitoychilashtirish harakatining mohiyati haqida cho'nqur izlanib ko'rgan mutaxassislardan biri, Angliyadagi Plymouth universitetining professori Hanna Seker navbatdagi xitoychilashtirishda Uyg'ur tili va islom dinining birdek nishon ekanligini, bu nuqtadan olganda Qur'onning xitoycha yangi tarjima nusxasining Uyg'urlar uchunmi o'rtaq diniy o'qishliq bo'lishi mumkin. So first of all, like to a large extent, this is in some senses this is not a surprise that this is happening. Like this is a core part of Sinicization policy. It's contained in both basically the 5-year plan for Sinicization of Islam and Document Number 10, both of which were published in 2018. Şinjan'da bolsa muqaddas hesaplanılan Qur'an dasturlarının yığıvelip köydürülgenligi buningda eng ro'shan aks etdi. Dinni xitoylashtirish qurilishida hukumat kontrolligidagi islom jamiyatlari muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda Xi Jinping xatarlik deb qaraganligi hamma narsa yo'qotildi. Qur'on bo'lsa ana shu xildagi partiya kontrolligida bo'lmagan yagona shay bo'lib qolganlikdan buni kontrol qilish uchun ular buni tekst nuqtasidan amalga oshirishni qasdlayotdi. Xitoy xalq qurultiyi qaramog'idagi diniy va millatlar ishlari komiteti 2019-yili aniq qilib shariylaydigan nuqtalarni shariylash, isloh qiladigan mazmunlarni isloh qilish lozim deb ko'rsatma bergan. Dal mushu yo'l yo'riq bo'yicha ular arab tilidagi diniy dasturlarni, jumladan Qur'onni xitoycha alaydilikka moslashtirgan holda qaytadan tarjima qilib chiqishga yo'l olgan. Ammo shuni aytamanki, bu xizmat bir to'p qobiliyatli va kasbiy diniy olimlarning mustaqil amgigi bo'lishi kerak. Undaq bo'lmaganda Xitoy islom jamiyati orqali bu ishga ishtirok qilgan shaxslar bu xizmatda
Kompartiyaning sızgan sızıqı boyunca mengishdan başqa yo'l topolmaydi. Would be retranslated into Chinese as part of like an overall policy for the Sinicization of religion. Xitoy hukumatining islom dinini xitoychilashtirish shiori ostida Uyg'urlardagi o'rtaq milliy e'tiqod bo'lgan islom dinini xitoycha alohidlikka ega qilish va oxirida eritib tugutish urinishi mohiyatda Xitoy hukumati o'tgan 70 yildan buyon izchil ijro qilib kelgan diniy sohaga doir siyosatlarning oxirgi nishoni deb qaralayotganligi ma'lum. Bu ma'nodan olganda Qur'onning yangicha tarjimasi vujudga chiqishi bilan bu sohadagi urinishlarning tugab qolmaydiganligini ta'kidlagan Turg'unjon Alovuddin Xitoy hukumati mayli dinni ojizlatish yoki yo'qotishga urinsin yoki Qur'onni qaytadan tarjima qilishga intilsin, ularning bu xil intilishi hech qachon g'alaba qilolmaydiganligini ta'kidlaydi. Uning bu so'zi Amerika hukumatining sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brown Bekning Xitoy hozir islom diniga qarshi jang e'lon qildi. Ishonchim komilki, Xitoy bu jangda mag'lub bo'ladi degan so'zni eslatadi. İslam dininin Xitoycha varianti yoki g'arbcha varianti yo arabcha yoki turkcha yoki boshqa bir millatlarning shaklida bir variant bo'lmaydi. Qur'oni Karim hech qachon o'zgartirilmagan va o'zgartirishga mumkin emas. Chunki Alloh taolo Hijr surasining 9-oyatida biz bu Qur'onni shubhasiz şekilde biz tushirdik insoniyatning manfaati uchun va dunyo oxiratlik insoniyatning qutulishi uchun biz Qur'oni Karimni tushirdik va buni abad biz saqlaymiz. Ya'ni biz mudofaa qilamiz. Qur'onni hech qanday kishining, insonning yoki davlatning yoki bir guruhning yoki bir jamoatning o'zgartishiga biz yo'l qo'ymaymiz deb Alloh taolo Qur'onda aniq ifodalagan. Shuning uchun bu Xitoy hokimiyatining ilib berayotgan islom dinini Xitoychilashtirish, islom dinini sotsializmga xizmat qildirish deydigan bu safsatlari hech qachon amalga oshmaydi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoy hukumati islom dinini xitoychilashtirishning turli qadam bosqichlarini texmo yuqori pallaga elib chiqishning yo'llarini qilayotgan bo'lib, bu jihatdagi buzg'unchiliklar izchil turda har sohaning diqqatida bo'lmoqda.